Oltinjon, bugun sizlarda nima ovqat? Shashlik, siznikida-chi? Samsa. Oltinjon, siznikida nima ovqat? Shashlik, samsa. Men bu ikkita o'g'il katta qilgancha kuchukdek mehnat qildim. Ikkita o'g'il katta qilgancha ikkita ho'kiz boqsam bo'lar ekan. O'zim bu yerda rolta yeb o'tiribman. Bular shashlikcha, samsacha deydi. Sen chiqasanlar, biz qolamiz bu yerda. Men ishlar kelaman, men qo'laman sizlarda. Hamma ishlar. Nima bo'lyapti bu yerda? Bu yerga ikkita erkak. Ha? Nima qilib o'tiribsanlar? Ikkita xotining, men qolaman deb o'tiribsanlar qarab. Yo xotining eplolmaysanmi ikkovingni? Zari davrimizda 10 ta aka-uka bitta hovlida yashaymiz. Ikkita bo'lib o'ngmaysanlar. Xotiningga gaping o'tmaydi ikkovingga. Qayondan buni ko'chiring. O'zini ko'chiring. Ko'chiraymi? O't oldim ikkovingga. Olsalar ko'chiraman. Ikkovingga. Mana shu tirkataj domlari 5 etajga mo'ljallangan, 2 etaji uchi tayyor. Tushunabsanlarmi? 50 oya bo'lib to'lashaver ekan. Ha, shu yerdan to'y olamiz. Manganda. Qanday sanga? O'zim ko'chib kelaman bu yerga. Sanlar shu yoqda aka-uka ikkoving bir-birini go'chingni yeb yuraver shu yoqda. Siz ham bunga olishga pul qayerdan? O'zi bir xonaliklar bor-ku, oyiga 3 million tushar ekan. 100 ming so'mdan kuniga beradi. O'zim ishlab topaman, sanlar menga ishim bo'lmasa, pensiyamdan to'layman. Tushundinglarmi? Surra bu yerdan. Tirkatajda o'zim turaman. Yo'q bo'lib